Assalomu alaykum. Farg'ona aka go'miz biya go'miz hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Bugun xudo xolasa qishda oxirgi kuni 28-fevral 26-yil. Xabarlaringiz bor. Shu ikkita teplitsamga tajriba uchastka qilib kartoshka ekkan edik. Gala sort. Nanoekover mahsulotimizni yutib, keyin shu ustidan leykada sepgan edik. Hozir o'zgarish bor yo'qligini hozir demak 6 kun bo'lyapti, 5 kun bo'lyapti. Ikkanimizga hozir buni farqi bor yo'qligini bir qator o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz kerak. Qani bir ko'ringchi. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'ringlar. Shu oq tomirlarni ko'rsatibdi o'sha. Mana xudo kavlab ko'ringchi. Mana o'zlaringiz ko'ringlar, oq tomirlar boshlabdi o'sha. Amal boshlandi. Ikki tomonda mana. O'zlaringiz baho beraverasizlar. Bir xudo kelgancha bir ikkitasini yana ko'ringlar, sinashga. Mana ko'ringlar, hurmatli dehqonlar.